Assalomu alaykum. Ismim Abdurahmon Safarov, yuridik butik kompaniyasi yuruvchisi bo'laman. Bugun sizlar bilan o'zaro yaqin qarindoshlarning bir davlat tashkilotida ishlashini cheklash to'g'risida gaplashamiz. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 121-moddasiga ko'ra, o'zaro yaqin qarindoshlar yoki quda tomonidan qarindosh bo'lgan shaxslarning bir davlat tashkilotida birga xizmat qilishi yoki biri ikkinchisiga xizmat bo'yicha bo'ysunishi yoki uning nazorati ostida bo'lgan holatlarda taqiqlanishi belgilab qo'yilgan. Ushbu qoidadan istisnolar Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 133-sonli O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan normativ huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risidagi qarorining 3-ilovasiga ko'ra yuqoridagi istisno holatlar keltirib o'tilgan. Yuqoridagi istisnolar ro'yxatiga quyidagilar kiritiladi. Ya'ni xorijdagi diplomatik muassasa xodimlari, qishloq xo'jaligi tashkilot muassasa xodimlari, temir yo'l transportidagi ishlovchi xodimlar, sog'liqni saqlash sohasidagi xodimlar, barcha o'quv muassasalarining pedagog xodimlari, badiiy uyushmalar, teatrlar xodimlari, bundan tashqari aloqa vositalaridagi xodimlar, gidrometeorologiya xodimlari, qishloq joylardagi xodimlar, bundan tashqari magistral yo'llar xodimlari, shuningdek daryo floti, qurilish montaj sohasidagi ishlovchi xodimlar yuqoridagi istisnolar ro'yxatiga kiritib o'tilgan.